Eris çataqlık çırğan bolsa nemişqa öz telefon bermeydi? Naqsh çolpini öz telefon berse qandaq bo'ladi? Onun adımı sizga berdi, sizning adımınız onunğa berdi. Yaxshimisiz? Men Kay. Kay hazır işim bor, onun adımıga telefon bergin. Rahmat. Bizning adamlarimiz kim? Nega? Yigitimiz avarchilikqa yo'liqibdi. U mening yigitim emas. Chaqchaq qilib qo'ydi. Nega ular film qilyapti? To'xtanglar. Ular nima odamlar? Onun qarab baqayli. Men uning erisining kiyim yotgash mashinasidan chiqqanini ko'rdim. Yanchiqongdiki nima? Xatiri bo'yimda azroq olay degan edim. Tamoq yeb yemsan? Qaysinglar bu paskinni qo'g'lab aytsizlar. Men va hamrohlarim xizmatingizga tayyor. Sizni da'vatdiman. Kechiring. Eris Rian, Rudi bu yoq amallik saqlash shirkatidagi Vel Eronis. Uning xizmatdoshlari Dasha Debs, Negi Franco ular dal vaqtida kelganda qiladi. Ularni siz taklif qilganmi? Ular mening do'stlarim. Ular qaltis qovdig'ichilar. Siz alayda mahoratga moslashqchi. Do'stlaringizni elib bu yerdan keting. Kechiring. Ma'qul. Anglasam kayningizga birisi tushyapti. Ular sizga yordam bera oladi. Eris, balki uning degani to'g'ridir. Siz degan ishlamchi, opam emas. Agar meni qo'g'dash to'g'ri kelsa, o'zim topaman. Nima degan g'alati? Bugun ajabmi ko'p avarchilik uchirdik. Rahmat Jonni. Davomli ishlaylik. Tayyorlaninglar. Ish yo'qdi. Ish yo'q. Güzel hem Batur Vel Eronis xuddi osmondan tushgandek qobil kuchlardan tashkillangan Los Anjelesdagi eng munavvar amallik saqlash shirkatiga boshlamchilik qilib, orqa-orqadan eng xatarli amallik saqlash vazifalarini yaxshi tamomladi. Menimcha Eris pek asabiyda qildi. Bo'ldilar, ko'nglingizga ammo badiiy xislat deganni anglab boqmaganmi? U aqallisi adab deganni bilmaydi ekan. Men qaranglar, uningdek odam hamon ziyon tortadi. Yaxshimisiz? Shundaq, amallik saqlash shirkati. Erisning vositachisi odam eli. U ustozi Negidan kechirim so'ramdi ekan. Siz bizni yollamoqchimi? Yo'q.
Bahayimiz bak qimmat. Chiqish qilamazsizmi ekan? Albatta. Ma'qul. Hozirli boramiz. Birodarlar, eris mukofot taqtish murosimiga qatnashadi ekan. U bizning yordamimizga muhtoj ekan. Bir sirliq shaxs Lincoln markali pikap bilan uning kayniga tushibdi. Shunga bugun kech uni qo'g'dishimiz kerak ekan. Sizni ko'rganimdan intayin xush keldim. Men mushundaq nega bilan ko'vik isingizdimi? Bu yaxshi yordamchilaringizni qanday muntay? Yordamchi? Yaqay, ular mening xizmatdoshlarim. O'sibdi-da. Yaxshi bo'pti. Sizlar o'zingizlardan faxrlanishinglar kerak. Cho'qim faxrlanishinglar kerak. Qani o'tiraylik. O'tiringlar. Men qarang, xalq jurnalida sizni erish bilan 3-qatim to'y qilishga bitishdi debdi, bu rostmi? Shundoq. Ammo bu qatim cho'qim natijasi bo'ladi. Menimcha ishlar nihoyat o'ngishli bo'ladi. Ishkinglar bek moslisizlar. Rahmat. Ma'qul. Amisi biz baho to'g'riliq so'zish baqaylik. Sizdagi ahvoldagilar pulni ikkasi berish kerak. Butun kun qo'g'daymiz, kuniga 10 ming dollar. Butun kun? Chaqchaq qilib o'tamsiz? Hech yo'q. Amaliyotda boshqa cho'ng ishmi yo'q. Bunda hayron qilish ketmaydi. Bugun tushdingki la. Biz haqni saytga qarab olmaymiz. Nega to'g'ri dedi? Biz bunday mulozimatni qilmaymiz. Qoidani buzishga bo'lmasmi? Ishqilib pulni sizlarga beraman. Heliqi iz qo'g'lig'i chichu. Siz Lincoln markali pikapni haydagan heliqi kishidan Albatta ansirayman. Mazlik yemekliklarni hesab qilmaganda erisni hammadan bak yaxshi ko'raman. Siz bugun kechki ko'ngil ichishda uni qo'g'danglar demoqchimi? Bugun kech? Yo'q. Iz qo'g'lig'icha faqat kunduzda uning iziga tushidi. Bundaq gap. Sizlar faqat uning bugun kechki naqsini aytib bo'g'ichlik qo'g'disanglar bo'ldi. Qanday ahvol? Biz ko'ni do'stlardan-ku. Tekshirdim. Yo'ylash uyini tekshirdim. Nimani payqadingiz? Qog'ozlar ratli qo'yilmabdi. Biroq har holda silinchi bor ekan. Qatnashganingizga rahmat. Og'ingizga qaramang, surat kelyapti. U telekamera yomon emas ekan. Vel Ironis dunyodagi eng noch qo'g'dig'ichi. Siz erisni qo'g'dayotgansiz. Shundoq. Bek qiziqarli ekan. U qarg'a kelmas, mening o'rnimda sahnada turganda nima qilishing kerak? To'g'ri, u yerda turish. Biroz qiziqarli ekan. Kechir. Ayshibman, davomli suratga olamiz. Shunga sahnada turish deymiz. Agar o'rnimda o'ltirib beradigan odam topmoqchi bo'lsam, allaburundirni tanlagan bo'lardim. Yo'qar, sen ishdan bo'shtilding, berib ishdan bo'shtilganlar qatorida tur. Bo'ybastimiz o'xshaydi ekan. Mening o'rnimda sahnada turabsiz. Qamdashtir olamsiz. Yuzingizda chataq yo'qdi. Nima qilyapsiz? U bu yerdan ketsin. Men ketmayman. Tomoshabinlarning bu ko'rinishini ko'rskan deyman. Iris Riyan bugun xuddi rivoyatdagilardek falokat ko'chirdi. Uni bu yerdan ketkizib aytdim. Men faqat saplama. Buni Fokishdan bilib qilishini xohlamayman. Sizga bisim ko'p. Masalan, shuncha ko'p odam imzo qo'yib berishingizni, rasmingizni ilishni xohlaydi. Ya'ni shuncha ko'p qaymoq o'ralgan shokolad tayoqcha, shokoladga o'ralgan cho'mili degandaklarni evatidi. Men glas qo'shilganini yoqtirmayman. Uning ta'mi yaxshi bo'lmaydi. Men o'likmiz kamitidan bezor. To'g'ri chiqib chaplashib qoladi. Chiqaratasiz ishimiz pishadi. To'g'ri ichib pishadi. Vel erisning o'rnida sahnada turmoqchi o'xshaydi. Shundoq, biroq sal oshirayotgandek qiladi. Yuqori suratli tosh yo'lda mang'amdi. Yo'l bo'yidagi toshlarga so'qilib ketmayli deyman. Uning arq o'rnining pravisi bo'lsa kerak. Nima dedingiz? Ish nima? Havo tanishishni ichib bitdim. Men bo'lanmadim. Soat qancha bo'ldi? O'tgan qatim so'rg'a vaqtingizdan 3 minut o'tdi. Ajab tez o'tibdi. Nega tezroq? Nima qoldirasizlar? Mukofot tarqatish murosimi boshlanganiga tegib oldi. Yo'q, biz avval bir televizor tepib Fokishning ziyoratini ko'rishimiz kerak. Men ziyoratdan bezor. Biroq bu qatim siz bo'lgach xali yomon emas bo'ldi. Shunday qilishim kerak. Men degan sizning saptimingiz. Ahvol chataq. O'kan, u mening kaynimga tushgil bir hafta bo'ldi. Mashina tez hayda. Yana keldi-ku. Bizning sizlar bilan o'ynaydigan vaqtimiz yo'q.
Mashinani 180 gradus bilan o'qini qanday qiladi? Mashinani qalaymi qan bursanglarmi? Yavaşlık bilan mashinadan tush. Hali ishildiman dema. O yaxshi odam, isqoqliqcha emas. Siz qanday bilasiz? Yo'q, siz mashinadan tushmang. Ben tushundiray. Birisi meni mashina haydab, erisining kayniga tushishga yalg'an edi. Bu qaysi talant egisining fikri? Adam Erot, o boshqalarni yalg'an ekan, biroq o'ngishliq bo'lmabdi. Kirib keting. Siz uni qasddan mushundaq o'rnashtirgan demakchimi? Erot erisining yangi naqsh plastinkasini kishilarga to'litmoqchi ekan. Shu uning deganda qilibsiz-da. O sen yo'q degan edi. Kechiringlar, sizlar ish kelganlarni bilgan bo'lsam degan bo'lardim. Keyin mashina haydash mahoratida nega ish kelganini tunib oldim. Kirib keting. Erisi tut, u mashinaning ichida. Roget, bu yerda ketaylik, tez! Buni tashviq qilish uchunmi? Ularning ishlatgani rost o'q. Joni nima deb kaynimiz kirdi? Uni kayninglarga kirib o'zini biroz ko'zitib qo'ysin dedim. Bumi sizning talabingizmi? Ishga ablah bizga o'q chiqadi. Parvardigor, uning bilan bo'lmaganda, u qayerda? O xeyli yaxshi. O ko'yik bilan billa. Uning hozir siz bilan ko'rishgisi yo'q ekan. Nima deb bizni ahmoq qilasiz? Yaqay. Jonnini o'zini ko'rsatgach, yangi naqsh plastinkasini kishilarga to'nisgan. Eris mukofot tarqitish marosimida ko'zi ko'rinsgan dedim. Mushuning uchunmi uni qo'rqitib jinini olamsiz? Aljib qapsiz. Maymun o'yinini shundaqmi oshirib etgan bormi? Bu vijdonsiz. Xapamanglar. Men bu bunday qilishni o'ylamagan. O ish keylan kimkan? Tutdinglarmi? Siz bilan bo'lgan hamkorlik tugadi. Xo'sh, ahmoq. Yo'q, aldirmanglar. To'xtanglar. Sizlarga ish nima? Erisning sizlarni ishlatkisi bor. Ketmanglar. Ko'ngilsiz ishlarni unutib ketinglar. Qandaq? Kechirim so'ramisan, siz uchun ishlamaymiz. Kechiringlar. Hozirlar erisga telefon berib, uning kechirishni o'tmang. Biz butun baho bo'yicha haq olamiz. Bek yuqurmi qandaq? Ma'qul. Qo'shildim. Yana bir ish bor, Jonimi qatnashsin. Ma'qul. Bu yerda narsa olsangiz pul olmamdi. Bu faqat oz bir qismi. Xohlagancha ola olayman. Eris. Ma. Rudi, bu odamni salqillatadigan limon suyi. Men o'zimni tinchlantirishim kerak. Apelsin, Rudi. Menga apelsin kerak. Yaxshi yordamchi topmoq nima degan tez? Sizmi shunday qaramsiz? Nemishqa bizda ko'nglingizga yoqmaydigan odamlarni yollaysiz. Amonlik saqlash kasbida sizlarga yetadig'ini yo'q. Bu gapdan hajabni ta'sirlandim. Eris. Bu qandaqka? 80-yillarga loyiq. Buchi. 90-yillarga loyiq. Amsi buchi. Rudi, men motam murosimiga emas, kashni ko'ngil etishga boraman. Tanlashni bilmayotgansiz. Buchi, rangi o'chiqkan, payishning kiyimida ko'zini chaqmaydi ekan. Munavvar qo'g'dog'ichi, yana kelib estetik qarashingizmi ajoyib yaxshi ekan. Buni siz kiying. Yo'q bo'lmaydi. Men bundaqlarni yoqtirmayman. Yana kelib boshqalarga meni sizni do'rabdi deyishni xohlamayman. To'g'ri. Men Eris Real. Siz mening o'rnimga chiqqichi. Men yolg'onchash kiyman bo'lamdi. Bu gapingiz yaraydi. Jodi tex chiqmaydi, vaqt qolmadi. Uyda yasanyotdi. U biz bilan marosimda ko'rishmoqchi. Bu odam vaqtga faqat rioya qilmaydi ekan. Siz bizni qarab turavermoqchimi? Agar bu mening tunji qitim qo'g'dug'ichi bo'lishim bo'lgan bo'lsa, siz kiyim saqlash o'rnida ayol xizmatchi bilan ish pesh tortishib yuratdingiz. Uning yigiti adavingizni bermoqchi bo'ldi. Xaridorimiz qichib kelsin ko'midingiz. Men hammani ko'rib turdim. To'g'rimi? To'g'ri. Biroq men kechikmadim. So'ringa dal vaqtida keldim. Shundaqmi? Talash tortishinglar aralashqimi yo'q. Biroq men jig'in zalning chegarasida 2 darajalik bir bexatar yo'chiqning borligini bayqab qoldim. Tushunamadim. Jami 24 osh qush bor ekan. Biroq hozir 23 yil tepildi. Biz barliq chiqish egizlarini muhofazat qila olmaymiz.
qila olaman. Men ularning amonlik saqlash kompyuter sistemasiga kirib, u yerda kuzatish olib bora olaman. Agar biror siyliqi shifrlik ochqichni ishlatib qolsa, sizlarga xabar qilaman. Kay, qaltischimisiz? Yaman emas. Normal. Bital bak. Köpçülük, hazır Eris Riyanxon qiz maydonga chiqdi. Qizg'in olqish yangrtayli. Keling Eris. Hey, yigit. Ha, menma? O'yin qiziq o'tamdi. Albatta. Hey, Riyanxon qiz, men bilan yuring. Xizmatga boshlang. Men Dasha. Heliqi yutib ketgan oshqush bizning yaxshi do'stimiz Adam Eritga mansubkan. U oshqush yutib ketdi deydi. Biroq u ma'lum qilishni unutibdi. Nim degan beparvo. Biraylan yutib ketgan oshqush bilan harbiy ishga kirdi. Uni darhol qo'g'lab etmanglar. Yo'q, men texsakniga chiqmadim. Jayli qilmoq cho'lpon, hayotingiz xavf ichida qoldi. Balki hozir biroz sizni yoshirin tuzitib turamdi, texi. Tangrim, yondirib yetadigan bo'ldim. Ansirman biz taqobil turibmiz. Uni etmanglar, sharq eshikdan chiqinglar. Agar ular kirib bo'lgan bo'lsa, o'ldirmaymiz. Men sabrim bo'lgan ekanman. Chiqib ularning diqqatini berib etdik. Ma'qul. Bu yerda chiroq nuri muquvvatga. Meningcha bo'ladi. Men munosabatchi topay. Bey, hozircha chatoq yo'q, boshqalarga diqqat qilmang. Riyanxon qiz. Bu yoqqa keling. Oh, kechiring. Adabga berib kelay. Yaxshi javob bo'ldi. Chinib qaqli tasliq qildi. Köpçülük diqqat. Riyanxon qiz ko'pchilikning hurmati uchun o'zining yeni naqshisi adabni bizga sovg'a qilmoqchi. Qani qizg'in qarshilaylik. Oo, yaxshi bo'ldi. Jiddiylashma. Eris, ismim Samant. Sizning yangi naqshingizni anglab boqmagan. Boshlab beramsiz. Menga agishim. Buni menga bering.
gitar çeqilib ketdi. Yenisini to'lab bering. Yo'lni xato maqdiq. Xato bo'ldi, birodar. Biz bilan men Eris. Sizlar xatolashdinglar. Xatolashdinglar. Xotirjam bo'ling, xatolashmadik. Man qarang, Eris Yevropaga borsa, Ombro futbol maydoni odamlar bilan liq to'ladi. Uningdan ko'ra cho'nchiligiga bag'ini yaxshi. Yaxshi fikr bo'ldi. Ovoz yangrotqi masalasini qanday hal qilasiz? Ha, bilamsiz. Eris ovoz yangrotqiga o'xshash uskunlarga tayanolmasdan tomoshabinlarga texmi yiqilishi kerak. Bo'lmasa alohidligini yo'qotib qo'ydi. Ovoz yangrotqi ishlatmasa tomoshabinlar jalb qilmaydi. Tomoshabin bo'lmasa pul bo'lmaydi. Men qahva damlab kiray. Ma'qul. Xafa bo'lishga tegishli odamman. Badan o'ltishni o'rniga siz bilan paranglashqili kelib edim. So'zang. Bir aylan shifrliq oshqichingiz bilan yig'in zaliga bosib kirdi. Men sizlarni mush ishni bir taraf qilsin deb yollagan. Men ajab olqish ovozni olmadim-ku. Biz uni ap qaytib keldik. Yo'q. Uni darhol yig'in zaliga olib beringlar. Bu kechilik uning istiqbolini belgilaydi. Sizlar xohlagancha buzg'unchilik qilsanglar bo'lmaydi. Bu yerda turaversa aniq foydasi yo'q. Vel ironisni uning o'rniga sapladik. Mushundaq ahmoqona ishni qilamsizlar. O so'z usun. Adam. Hey, qozam. Yaxshimisiz? Avval hali qamaqat qo'g'dug'ichilar meni bir eski uyga ep kirib, qo'rqitib jinimni oldi. Ondan bir eski mashina bilan meni bu yerga ep keldi. Eski mashina. Uning gapiga ishonmasligingiz kerak edi. Men texi uni samimiy odam, Eris Riyan bilan hamkorlashadi deb o'ylabdiman. U sizdan foydalanibdi. Nima ish ekan? Menda bir xil g'alati tuyg'u bo'lyapti. Bu ishning tagida gap bor qiladi. Menga namlikni saqlash meni kerak odam. Badanim qichishib ketyapti. Xudoim qozam. Men qarang, kelar qatim siz bilan ko'rishganda og'ish boray, bo'lamdi. Telefon kelib qoldi. Men olay, ha? Xo'sh. Quloq sol, Irod. Men faqat bir qitimni deyman. Siz kim? Televiziya stansiyasidami? Anglab tur. Agar naqsh cho'lpinni yana ko'raman deydigansan, pulni ep kel. Menga 1 million Amerika dollari kerak. Uqdingmi? 1 million Amerika dollari. Mening sana texmi yaxshi bir taklifim bor. Jenimni saqlab qolaman desang, Erisga yaqinlashishmoqmi? Ha. Kechdim, ahmoq. U mening qo'limda. Sen tutib oldingmi? Elini tutib olsan-da. Gapim tushunishmi? Bizning jarayon xon qizning bu yerga ketgani yaxshi. Vel ironis uning o'rnida turibdi. Bu nima degan ahmoqona ish, ha? Emis ular Vel ironisni tutib ketibdi-da. Yaxshi bo'pti. Nimaga kulasiz? Siz darhol axborot e'lon qilish yig'ini etishni o'rinlashtiring. Bugun kechqimi? Endi anglamadingizmi? Chapsan bo'ling. Tez. Chapsan bo'ling deyman. Men qaranglar, men obdanroq o'rindiqdan birini tepasanglar qandaq? Buningda o'ltiramidim. Og'zingizni yumsangiz qandaq? Yoki yaqinlik ovozingiz bilan bizga bir naqsha aytib bering. Men eski odamlarga naqsha aytib bermayman. Darhol ayting. Mi. Qahva damlash ustasi Kovik xizmatingizda. Hay. Men texchi siz bilan mungdishib boqmadim. Men sizning naqshavazkoringiz. Shundaqmi? Xuddi shahardagi boshqa erlardek. Mening qisqa ko'ynagimga havas qilib yurmagansiz. Yo'q,
Men sizning dastlabki mezgildagi intizor, qamlashmagan uchrashish, eng yaxshi qaror degan naqshlaringizni bak yoqtiraman. Eng yaxshi qaror? Men azaldan bu naqshni lentaga oldirmagan. Faqat kechilik klublarda aytgan edim. Ko'kshab keçilib klubi. O yerning sahnalarining hammali yerda seg'iz bor ekan. Men sarang bo'lib qolib tasli qolgan edim. Qahvani siz deziltaydigandek. Bir odam doim bir to'p fohishlarni boshlab orqadagi ratda o'ltiradi. U odamni faqat ko'rib baxmadim. U kundi kechda degidek eng yaxshi qaror degan naqshamni aytib berishimni talab qiladi. Men ma ikki qitim talab qilay degan, biroq anglayverib quloqqa yoqmaydigan bo'lib kelishingizni asirdim. O'z hissiyotingizni ifodalaydigan naqshini aytishingizni umid qiladi. Ular fohish emas. Adam usul naqshisi aytsangiz jiq pul topalaysiz degan edi. Bilmabdiman. Siz asli pulni ko'zlab turgansizda. Yeliq odam sizgansizda, faqat xiyolimga keltirmabdiman. Endi bildingizmi? Sizlarga yaxshi muomala qilmasammi, yana nima ish qilmang yordam bersizlar. Amanlik saqlash kasbida bizga yetadigan yo'q. Bu yoqqa keling. Bu kapchino ekan. Menga suzroq kerak. Almashtirib bering. Bu yoqqa keling. O'zingiz almashtiring. İzzetinizde qilganini bilmediniz. Sizdek izzetini qilganini bilmaydigan odamni ko'mabdikanman. O sizning sodiq naqsh havaskoringiz edi. O'g'irlikcha anglash yaxshi ish emas. O'shkallingizni yig'ib oling. Sizning deginingizli hisob emas. Yer shari sizni oyini peqiravermaydi. Shundaqmi? Shundaq. O'tgan qatim sizni ko'rganimda kechilik klublarga qatirib yeribdikansiz. Men bilan bek paranglashqingiz bor o'xshamamdi. Qani so'zlang. Gapim tugidi. Erisini tutib ketganiga bek hayron qoldim. Bunda qishning yuz berishini o'ylab baxmabdiman. Qasam qilamanki, buni oxirgi ish tekshirman. Erisining ismi atilishi bilan bunda qishning yuz berishini o'ylamabdiman. Bek beyaram bo'lyaptiman. Meni tutib ketmadi, ahmoq. Tasimi bir. O nima deb o'ylayapti? Erisning bu yerligini bilmamdi. Kimni tutib ketibdi? Velni ko'rdinglarmi? O sen bilan bilamasmidi? Men siz bilan bildimmikin debdiman. Oh. Yana taraqil tevasangiz menga yerlib ketadi. Menga daxli qilmang, men muzika ishlayapman. Voy xudoyim-ey, bu yer bek issiqkan. Havo almashtirish kerak. 15 minut ilgari tonlayapman degantingiz-ku. Menga chaladiganga musha eski ustalni bersangiz, ijodiyat ilhomimni qandoqmi qo'zg'ay olayman? Bu muzika zali emas, tushundingizmi? Bu degan maxfiy uy. Bola, xo'jayindan xabar bormi? yo'q. Voy xudoyim. Yana boshlandi. Nima? Menga nafaslanish uskunish kerak. Tez. To'g'ri. Uning da'vatqina Michael Jackson ishlatgandek oksigen botolkasi. Barliq naqsh cho'lponlarning hammasi shunday botolkani ishlatadi. Aldingizmi? Nafaslana. Menga nafaslanish kerak. Men bo'lamadim. Nafaslana. Men bir tiyingimi arzimaydigan bo'ldim. O to'g'ri deydi. Ey! O nafsi uzilib qolmasa telefon berib olsin. Nafaslana. Eris, ular sizni qo'yib Bo'lmaydi. Ular meni tutib oldi. Suyimligim, nomingizni chiqarib qo'yaylik degan yerim bor. Sizni tutib ketish ishi bilan mening hech qanday aloqam yo'q, qasam qilaman. Qarang sizni. Chiroyingiz. Nima aytsan? Man qarang, telefonni qo'yishingizga ulardan telefon kelib uni tutib olganini aytdi. Uning velishkaligini bilib turib bizga demabsiz. O'zinglar qo'g'diyamay buni menda ko'rsanglar bo'lmaydi. Agar Dasha bilan Kovik uni topamasa, men sizni. Bu men. Loyiqingning senga nima ep berdiganligini anglab boqing bormi? Adam. Hay. Suyimligim, pulni to'lang yoki televiziya stansiyasidagilarga meni boramaydi deb qo'ying. Bo'ldi. Televiziya stansiyasi. Biroq o'tgan qatim ular meni qo'g'lab yetdi. Hey, to'xtang.
Bel televiziya stansiyalarini tanımdı. To'xtanglar. Meningcha bu bir bisharat. Nega? Vel qaysi programmani ko'rishni yoqtirdi? ilgari nas borishni ko'ratdi, biroq 2 yil burunla uni ko'rmas bo'lib qoldi. Rasmi, mana shu Maykaning rangi nimishga o'zgarib qoldi? Bilmayman. To'xtanglar. Televiziya stasiyaning odami dengiz bo'yida Vilni ziyorat qilgan edi. Televiziya stasiyaning odami o dengiz bo'yida. Yepuchi yana to'liq emas. Hey, meningcha u bergan telefon nomerini xotirlab oldingiz-ku deyman. Belki. Belki qayta olishi mumkin. Yuringlar. To'xtanglar. Ikkimizning ishi tiq tugmadi. Hey Johnny, unda qilma. Mening qandaqligimni bilasiz. Soni ko'proq kiching. Kechiring, titrishim to'xtadi. Rasma. Shundoq. O, xo'jayin, ishni yaxshi qilibdikmi? Og'zingni yum, Rogen. Yaramaslar. Nima bo'ldi? Uning kimligini bilamsizlar? Albatta. Vel Ironis. Sizlar tashqi planetdan kelgan o'xshamamsizlar, ha? Biroq tasvirligingiz dal shu-ku. Og'zingni yum deyman. Eris Riyan. U kim uchraydiganmi? Uning o'rnini hech kim ola olmaydi. Uni uyiqtirib aytinglar. Bak yaxshi bo'ldi. Su to'lqiniga so'qilib o'ynashni yoqtiramsizlar. Men havoda bir qitim o'ynab boqqan, biroq texnikam ancha yaxshi emas. Shunga sal turib kelishmaslikka uchraysiz. To'g'ri. Turistanga bak yiqilishib ketma. Bunga hech kim ishonmaydi. Hammalar meni su to'lqinida o'ynashni bilmaydiganimni biladi. Tez. Bu ya yomon emaskan. Onunga baqla. Tuting. Bo'ldi. Endi suvga tushib, Titanikni izla, ha? Mana Titanikni lozim yo'q. Hay. Tanrım, o sakrishma baribir o'ladi. O'lgan taqdirda uning jasadini tepishimiz kerak. Bu odamning telefon so'zlashgan lentasi. Hey, adam, men Suki. Men ilgari bir halokat edim. Sizning menga Nayt aniqki bu taraf emaskan. Layiqliningsang nima ib berdig'ini bilging bormi? Adam, suyimligim, pulni to'lang yoki televiziya stansiyasidagilarga meni baramaydi deb qo'ying. Bo'ldi. Anladinglarmi? Bu yerda ovoz bor. Men ilgari bu ovozni anglagan. Ba'zi joylari jasus komandarini qiynaganda ishlatgan radio chastotasi o'xshaydi ekan. U emas. Boks musobaqasidan qo'ng'iroq ovoziga bakrak o'xshaydi ekan. U emas. Qarg'a etish maydonidagi tapancha o'qning temir reshatkaga tekkanki ovoziga o'xshaydi ekan. Bildim. Esimga keldi. Kichik vaqtimda tomon bilan qoplangan ko'l bo'yida bir necha go'zal yoz oqshomini o'tkazgan edim. Larry Bitman meni Ferrari markali pikap bilan u yerga o'ynatgani aytgan edi. U hamdala men bilan Kay, nimika? Maribu Pristani. Ma'qul, yo'lga chiqaylik. Tutqun qilg'ich banditlarni topqicha siz biz bilan birga bo'lasiz. Man qarang adam, bunday issiq kunda sizga o'xshash dangliq odam ishqi nima kiyib bordi? Ching tut demsa, ching tut olamanmi? Tutalaysan. Qayerda?
O yerda. O yerda. Qayerda? Aslında Stayli. O keşif ketmesin tez. Çapsın. Kızıllar! Kızıllar! Oh, o bakın. O diğer, o diğer. Öte, yola koşun. Endi geldin mı? Parolanızda düşenmek pek keskin. Rudi, bu ablah. Burulla adımını berişim kerak edi. Hemen yakın gelişme. Koralını taşla. Ya sen aval taşla. Anlaptı yetip gelişim. Rodi, bu neymi qığına? Sen bile hemkarlaşman degen edi. Bırak ben hiç nimege erişemedim. Hemmeyle menin poetiş amraq ekanligimni biledi. Onu ben bayqıga. Seni onun bilen to'xtamlashga ben qayil qilgan. Onun da hakkın sen emas, men çıqagan. Bırak men onu düşünümen. Voy Xudoyim, uni yaxshi ko'rib qoldingizmi, Rodi? Meni yaxshi ko'ramdi ekan. Nima? Sizni söylemen. Sen onunla maskemaysan. Sen onu adam qatarda ko'maysan. Nima? Muhabbatingizni undaq ifodalasangiz bo'lmaydi. Meni majburlama. Muhabbat hidi yezing, shokolad sovuq qiling. Tatliq so'zlarni qiling, Rodi. Sen nimani bilatding? Erisning bir qotilni yaxshi ko'rmaydiganini bilaman. Men qotil emas. Meni qo'yib. Söyümligim, keling. Endi ish olmaydi. Hech kim bizga daxl qilmaydi. Keling, söyümligim. Uxlab tushing. Rudi meni yaxshi ko'rgachga shunday qildi. Eris, bu ishga asla ko'nib ketasiz. İşkimiz intayin maslashgan bir juftda. Siz meni ishga qatim kechirgan. Qandaqroq? Hech yo'q. Yaxshi bo'ldi. Uning naq maydonda aytgan naqsini anglaydigan bo'ldik. Ko'y qani. Men bu yerda qo'za. Ehtiyot qiling, Kovik. Loyig'ingizni xafa qilib qo'ymang. Erisin debsiz, meni zag'la qilma. Man qara, u dangliq shaxs bo'lsa-mu, ammo menga mos kelmaydi. U ash kichik sakni aytdimi? To'g'ri, tomoshabinlarga yaqinlashish uning aloydiligi. Mayli qandaq yaqinlashsin, naqsh havaskorlarni olqish bo'lmasa, naqsh hisoblanmaydi. Bu keldi. Ang yaxshi qaror. Men birinchi naqshamni meni ko'ngil qo'yib naqsha aytishga rag'batlantirgan diraylanga sovg'a qilaman. Uning jur'ati va yaqinlik gaplari menga cho'nqir ta'sir qildi.
Good.